Qandarak ahvalinglar bilan tudinglarmi? Bugun shu 90% odamni qo'yib berdik, ba'zilar xafalab ketibdi. Shu 90% odamni qo'yib berdik demay nima deymiz endi? 90 odamni qo'yib bergandan keyin 90% odam qo'yib berdik deymiz. Endi u Shuhrat Zakir bo'lmoqmi oson emas. Unday deganinglar bilan qiziq gap qildi ekansizlar. Bu partiya maktubida birinchi o'tadigan ishi bizga shu yolg'on so'zlash, mayli u axborot vositalariga bo'lsin, mayli xalqqa bo'lsin, mayli uydagilarga bo'lsin, hamma yerda yolg'on so'zlash birinchi shart bu. Kommunist partiya burishning, o'rnimizni qo'pitilar bunda. Uni sizlar unda degan bilan, u sizlar bilmaysizlar. Bu yerda yo Uyg'urlar xalqimizga yaxshi bo'lolmay, yo Xitoy kommunist tajovuzlarga yaxshi bo'lolmay, ishkorlikda qisilib turish bizga bek ig'ir keldi. Uning oldida yolg'on gap qildik. Mana tarbiyalash markazi bor dedik. Andan keyin kasb o'rgatyapmiz dedik. Andan keyin bizim dedik, bunim dedik. Hamda shu 90% odamni qo'yib berdik demay nima deymiz? Bu chet eldagilar jim turmay ketkichi bu namoyish qilaversanglar. Kechkichi Twitter bilan Facebook, o'zinglar ijtimoiy uchur vositalariga kechkichi urib qoldirib ketdi bo'ldi. Nada buni ko'rsatmamsa dedinglar. Hamda Abdurahimni mo'ja g'alaba qilgan uni ara yasab bitirglikka so'liga ko'rsatib, uni anda-manda qilib ara o'tkazib tursak, endi qo'pab meni urib qilim nada unda nada bunda nada dersanglar biz qanaqa qilamiz ekanda? Yolg'on gap qilmay qanaqa qilamiz endi? Endi besim ig'ir bizgami? Biza ta'til yetisizlarmi odamni? Shunga yolg'on gap qilsak to'g'ri tushunib turibsizlar. Atog'in biznimi Xitoy turmaga so'laversa, ayna Nurbekni oqlab, Nurbekga qayta qarab chiqamiz dedinglar ya, qayta baho beramiz deb. Atog'in bizda g'alchilarni qayta baho beramiz deb chiqsanglar ancha-muncha qo'shilib qolamiz. Uyg'urlar shu degan munofiqlik qilsakmi kechirib degan bir bag'ri keng millatkim bu. Yoki shu munofiqlarga, millatni sotqanga, millatni shunda arzimas mollohini qilib o'ynaganga ma'qul deb, setivessin ma'qul deb, berivessin ma'qul deb, imzo qo'yivessin ma'qul deb tursa, uni yana bag'rig'inglar keng bo'lganiga apu qilib, uyinglarga kirib bo'lsa, yana kechirib, maqola yozib, qilib tursanglar, xurshlab ketamiz emasmi biz? Shundan keyin bizdek izbosarlar ko'paydi. Bizgu hammani besh tayoqday deb, hamma Uyg'urni o'ttirib deb, Xitoyga yon tayoq qilaversak, yani buni bilmasanglar, buni qo'pib ananda qildi, mana bunda qildi, biz qanday qilamiz endi? Shuhrat Zakir bo'lmoq tez deb men bundoq shayton demamda. Amal yo'q emasmi? Ta'ch qilmanglar, ta'ch qilmanglar, hay Uyg'urlar.